Barchaga assalomu alaykum. Mening ismim Sarvinoz. Men koreys tilidan offlayn tarzda dars o'tib boraman, lekin ko'pchilik onlayn darsni so'raganligi uchun hozircha onlayn dars o'tmayman, lekin video rolik shaklda YouTube va Telegram kanalimga joylab boraman. Chunki ko'pchilik oila sababli, ish sababli, vaqti to'g'ri kelmaganligi sababli, offlayn darsda qatnasha olmaganligi sababli iltimos qilishganda, shu sababli videoni olishga qaror qildim. Bugun koreys tilidan birinchi darsimiz Hangil. Bu alifbo, koreys tili alifbosi. Deyarli hamma til o'rganuvchilar alfabetdan boshlashadi. Chunki harfni tanimasangiz, na o'qiy olasiz, na gapira olasiz, na yoza olasiz. Shu sababli birinchi darsimizda Hangil, ya'ni alifbo bilan boshlashga qaror qildik. Kimlardir bilar, kimlardir bilmas. Kimlardir 3 oy, yana kimlardir 6 oy o'qib, balkim harflarni tanishi ham mumkindir. Lekin bilmaganlar uchun 1443-yilda Qirol Sejong koreys tili alifbosi 1443-yilda Qirol Sejong tomonidan yaratilgan. Ko'pchilik aytishadi, koreys tili alifbosida 40 ta harf bor deyishadi. Lekin qanaqasi 40 ta harf desangiz izohlab bera olmaydi. Shu sababli shunga ham ozgina tushuncha berib o'tmoqchiman. Koreys tili alifbosida atigi 24 ta harf asosiy hisoblanadi. 24 ta asosiy harf bor. 14 tasi undosh, 10 tasi esa unli. Savol berishingiz mumkin. Nega bo'lmasa 40 ta harf deyishadi? Bunda 24 tasi asosiy harf bo'lsa. Misol uchun ingliz tilida ham mana bunaqa harflarimiz bor, to'g'rimi? T plus H, P plus H, ya'ni the, f o'qilishlari bor, to'g'rimi? C plus H. Misol uchun Ch ba'zida K, yana shunaqalar o'qilishi bor, to'g'rimi? Bular nima deyiladi ingliz tilida? Diftong deyiladi. Diftong deyiladi. Xuddi shunaqa harflar koreys tili alifbosida ham bor. Bular qo'shundoshlar, murakkab unlilar deyiladi. Qanaqa? Birinchisi qo'sh undosh va murakkab ko'p unli. Ya'ni bu ingliz tilida diftonga o'xshash. Endi qo'shundosh va murakkab unli. Endi bularni qo'shib chiqamiz. 14 ta undosh, ya'ni asosiy undosh, 10 ta unli, 5 ta qo'sh undosh va 11 ta murakkab ko'p unli. Bularni qo'shganimizda 40 ta harf hosil bo'ladi. 40 ta, ya'ni 40 ta harf hosil bo'ladi koreys tili alifbosida. Bular mana bo'lib qo'yilgan. 10 ta asosiy unli, mana bu 14 ta undosh asosiy undosh, qo'sh undosh, 5 ta. İşte nima deb turibdi? Bu 11 ta. 11 ta murakkab unli. Bularda hammasi 40 ta harfni hosil qiladi. Nima ekan? Koreys tili alifbosida 24 ta asosiy harf bo'lib, ulardan misol uchun hozir mana shu yerdan qoida yasab olsangiz ham bo'ladi. Koreys tili alifbosida 24 ta asosiy harf bo'lib, ulardan 10 tasi unli, 10 tasi esa asosiy undosh hisoblanadi va 11 tasi murakkab unli, ya'ni 10 ta unlini qo'shilishdan hosil bo'lgan va qolgan 5 tasi qo'shundosh, ya'ni 14 ta undoshning orasidagi harflardan qo'shilishib qo'shundoshni hosil qilgan. Bular 5 ta. Shularning umumiy qo'shimchasi 40 ta hisoblanyapti. Endi bular A 10 ta unlini aytamiz. 10 ta unli. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, i harflar.
Murakkab unlilar qanday yasalishini ikkinchi darsda tushuntirib o'taman. Chunki bularning ham qoidasi bor. Har bitta harfda qoidasi bor. Koreys tili alifbosida. Endi lekin bu yerda hozir o'qilishini aytaman. Aslida oldida kelayotgan harfi ng harfi. Bular unli harfni oldida kelganda o'qilmaydi. Ye, va, ve, vi, vo, ve, vi, u. Shunaqa holatda o'qiysiz. 14 ta asosiy undosh. Bular mana bunaqa o'qiladi aytilishi. Kyok, nyon, tiget, ril, mim, pip, shu. Mana bu harfimiz ham g, ham k o'qiladi. Qachon g o'qiladi, qachon k o'qiladi. Buni qoidasi bor. Bu harfimizni, ya'ni mana bu harfimizni bu shunday oddiy n o'qiladi. Bunday qoidasi yo'q deyarli buni. Bu harfimiz ham d, ham t o'qiladi. Undan keyingi harfimiz esa ham r, ham l. Buni qoidasi bor. Keyingi harfimiz mim harf m, keyingi harfimiz pip harfi. Bu ham qachon p, qachon b o'qilish qoidasi bor. Keyingisi shot harfi. Nega shot? Bu harfimiz ham s, ham sh o'qiladi. Qachon o'qilish qoidasi bor buni ham. Keyingisi nyon harfi. Bu unlilar oldida o'qilmaydi. Undoshlar bilan kelganda unlilarda oldida o'qilmaydi bu. Keyingisi jod harfi. Bu ham j turibdi-ku. Ham j, ham ch o'qiladigan qoidasi bor. Bu esa ch harfni o'zi. Bu hech qanaqa boshida, oxirida, tepasida, pastda kelsa o'zgaradigan gap yo'q bunda. Keyingisi k. Keyingisi t. Ya'ni mana k tepada kichkina x. Ya'ni bo'g'inda bo'ladi bu. Bo'g'inda chiqadi. Bu ham t. Bo'g'in bo'shlig'ida chiqadi, o'rtada. Xuddi tomoq qirilayotganda k, t shunday harf. Lekin o'qitgan payti ham mana bu, ya'ni k ga harf bilan o'xshab ketmasligi uchun ozgina tomog'ida bunday qirib o'qiymiz. Ja, q emas, o'rtacha bo'g'ilish, ya'ni qirish holatida. Keyingisi p harfi. Mana pip bilan buni farqi bor. Buni ham xuddi shunday mana bunday bunday holatda o'qiladi. Keyingisi h harfi. Buni ham qoidasi aslida bor. Ba'zida o'qiladi, ba'zida o'qilmaydi deydi ko'pchilik. Lekin bu o'qilmagan holatda so'z buzilish holatlari kelib chiqadi. Ba'zilar aytadi, boshida kelsa o'qiladi, o'rtasida kelsa o'qilmaydi. O'rtasida ham o'qiladi, faqat yumshoq talaffuz qilinganda eshitilmaydi. Har bittasini qoidasini tushuntirib o'tib boraman. Keyingisi qo'shindoshlar. Bular qanday hosil bo'lgan deysiz? Bular mana shuni o'chirib olay. Bular qanday hosil bo'lgan? 14 ta undosh, mana 14 ta undosh orasidagi harflarni, masalan, 1 + 1 1 qo'shib 1, ya'ni kyok harfi. Uchga yaxshi yozmayapti-yu. Xo'p. K plus k. Mana bu harfni hosil qilyapti qo'shindoshda. Tiget harfi. Tiget plus tiget harfini qo'shilishidan qarang, 1 + 1 tiget harfi hosil bo'ladi. Chunki koreys tili lug'atida ko'pincha qo'shindosh bilan o'zlarining so'zlarida ikkita kli, ya'ni ikkita tli, tiget harfli, yana pip harfli, ya'ni jiyot harflar so'zlari bor-da o'zlarining. Keyin pip plus pip harf, p plus p deylik. Adashib ketdim. Bu harfni hosil qiladi. Shot ham xuddi shunaqa, plus shot. Mana shunday hosil bo'lgan aslida bular. Keyingisi plus mana shunaqa tarzda hosil bo'lgan. Mana shu koreys tili alifbosi. Yana bir bor qaytaramiz. Yana bir bor. A harfimiz plus i. Bunday bo'lyapti-da. Bundagi pastdan i ni qo'shib e harfi hosil bo'lyapti. Mana misol uchun ye harfi. Ye harfi qanday hosil bo'lyapti o'ylaysiz? Hozir murakkab unli degan joyini o'chiramizda. Misol uchun ya harfiga qo'shilyapti i harfi. Ye harfi hosil bo'lyapti. Hali keyingi ikkinchi darsda har bittasini qanday qo'shilib, qanday yaratilganini bitta tushuntirib o'tib ketaman. Ya'ni murakkab unlilar xuddi 10 ta asosiy unlining qo'shilishidan hosil bo'lgan. Misol uchun sizga savol bersam,
Murakkab unli qanday hosil bo'lgan desam, siz aytasiz, 10 ta asosiy unlining qo'shilishidan hosil bo'lgan yoki 10 ta asosiy unlining qo'shilishidan murakkab unli hosil bo'lgan. Ya'ni misol uchun qanday qilib desam, A plus I ya'ni E, Ya plus I Y. Xuddi shularning bir-biriga qo'shilishidan, ya'ni murakkab unli hosil bo'lgan. 14 tongdosh, ya'ni kök, nyon, tiget, ril, mim, pip, shot, nyong, shijot, chot, h. Mana shunaqa 14 tongdosh. Xo'p, qo'shindosh qanday hosil bo'lgan desamchi? Siz aytasiz, 14 ta undoshning, ya'ni bir qo'shuv bir, ya'ni kök plus kök, ya'ni qo'shindosh hosil bo'lyapti. Ya'ni kök plus kök harfimiz ikkita qo'shindoshni hosil qilyapti. Keyingisi tiget plus tiget harfimiz esa tigetni hosil qilyapti. Pip plus pip harfimiz, ya'ni p plus p qo'shindosh p ni hosil qilyapti. Shot plus shot qo'shindosh shot hosil qilyapti. Keyingisi chijot harfi, yana plus chijot harfi teng qo'sh chijot harfni hosil qilyapti. Xuddi mana shunaqa qilib alifboni o'rganib, o'qib, daftaringizga yozib olasiz. Iloji boricha mana shu 40 ta harfni yodingizda qolishi uchun daftarda qayta masalan 1-sinfda qanday qilib masalan A harfini to qo'limiz o'rgangungacha, esda qolgungacha yozib daftar to'ldirib chiqqan bo'lsangiz, xuddi qaysi tilda o'rganishingizdan qat'iy nazar harfni misol uchun A harfi, mana shu harfni uzunasiga, misol uchun shunday uzunasiga daftarda olib, misol A mana shunaqa yozib chiqib, keyin ya, bu yoqda yo, shunaqa uzunasiga yozib esingizda qolib, birinchi bunaqa 40 ta harfni hammasini daftaringizga yozib anaqa qilmang. Birinchi 10 ta asosiy unli, keyin 14 ta asosiy unlini yodlang. Shu ikkovini yodlasangiz, 14 ta undoshda 10 ta asosiy unlini yodlasangiz, siz bemalol murakkab unlini ham chiqarib ola olasiz, qo'shindoshni ham chiqarib ola olasiz bularni. Muhimi 24 ta asosiy undoshni yodlasangiz, murakkab unlini ham ketma-ketlikda yozib chiqib esingizda qolsa, bog'lab ketishingiz oson bo'ladi. Bundan qaraysiz, nechta qo'shindosh edi? 5 ta. Qaysilardan? Kyokdan, tigetdan, pipdan, shotdan, chijotdan, shu harflardan qo'shindosh hosil bo'la oladi faqat. Unda asosiy unlidan qaysi harf hosil bo'ladi? E, ye, va, ve, vi, vo, ve, vi, il harflar. Ko'pincha qaysi harflar foydalanadi? Lekin 10 ta undoshda, asosiy undoshda hammasi qo'shiladi, bir-biriga qo'shilib, bitta murakkab unli hosil bo'ladi. Uyga vazifa, shu 40 ta harfni daftaringizga yozib, to qo'lingiz kelishgunga qadar yozib chiqing. Keyin shu harflar o'zidan qoida yasab olsangiz, koreys tili alifbosi ko'proq esingizda qoladi. Keyin shu 10 ta unli, 14 ta asosiy undoshni ko'proq yozib harakat qilsangiz, boya aytganimdek murakkab bilan qo'shindoshni bog'lab ketish qiyin bo'lmaydi degan umiddaman. Bugungi darsimiz hangil, ya'ni alifbo, koreys tili alifbosi darsimiz edi. Hammaga rahmat e'tibor bilan kuzatganingiz va eshitganingiz uchun. Keyingi darsgacha ko'rishguncha. Bugungi darsimiz hangil. Kimdir hangil deydi, kimdir hangul deydi, lekin yozilishda hangil yoziladi. Bugungi darsimiz shu, ya'ni koreys tili alifbosi. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol yozib, izohda yoki o'zimga yozib so'rashingiz mumkin. Tushunmagan joylaringizni tushuntirib, keyingi har bitta insonga alohida yozib tushuntirmayman, lekin keyingi videoda har bitta savolga javob berib, video darsda aytib o'tib ketaman. Mana shu o'quvchimiz mana shu narsani tushunmagan ekan, shu yerda hozir tushuntirib ketay deb har bitta savolga javob birdan dars davomida aytib o'tib ketaman. Hammalaringizga rahmat. Videoni e'tibor bilan kuzatganlaring uchun. Keyingi darsgacha ko'rishguncha. Hammaga rahmat.